Assalomu alaykum. Bugun Akvadoktor siz bilan baliqlarda uchraydigan zamburug' kasalliklari to'g'risida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimizda ko'rib chiqaradigan masalalar: zamburug' kasalliklari qanday boshlanadi? Eng xavfli belgilari qaysi? Nima sababdan kelib chiqadi? Qanday to'g'ri davolash mumkin? Demak, akvarium baliqlarida eng ko'p uchraydigan suv zamburug'lari Saprolegnia, Aklia, bronxiomikoz. Kelinganda har bitta zamburug'ning baliqlardagi hayot siklini ko'rib chiqamiz. Saprolegia bilan Aklianing hayot sikli bir-biriga o'xshash. Birinchidan, baliqda immunitet tushishi yoki jarohat paydo bo'lgandan keyin jarohat yuzasiga suvdagi mavjud zamburug'lar joylashadi va u yerda ko'payishni boshlaydi. Ko'payish jarayonida bizga ko'rinadigan narsa bu oq paxtaga o'xshash dog'lar. Bular o'sha baliq tanasidagi, ya'ni jarohatdagi rivojlanayotgan zamburug'lar hisoblanadi. U yerda rivojlanib spora hosil qiladi. Sporalar suvga chiqadi va spora suvda doim mavjud bo'ladi va o'zini xo'jayini kutib yashaydi. Ya'ni qaysidir baliqda yallig'lanish, yara, ya'ni travma hosil bo'lsa, o'sha yerda rivojlanadi yoki immunitet tushgan baliqlarda rivojlanish davom etadi. Bronxiomikozning rivojlanish sikli esa biroz boshqacha. U asosan baliqning jabralarida rivojlanadi. Bronxiomikozning rivojlanishi u orqali, ya'ni xuddi o'shanday ko'payadi, jabralar ko'payadi. U yerdan spora hosil qiladi, sporalar yana suvga chiqadi, yana immunitet tushgan jabralarda travma, ammiak, nitrit ko'payish natijasida yallig'langan jabralarda ko'payib, o'sha yerda rivojlanadi. Ular aslida suvda doim mavjud, lekin sog'lom baliqda kasallik chiqarmaydi. Faqatgina baliq immuniteti tushgan paytdagina ular rivojlanadi. Demak, ularda uchraydigan eng xavfli belgilari: tanada paxtaga o'xshash oq yoki kulrang tuklar paydo bo'lishi, qanot uchlari yemirilishi, baliq sekin harakatlanishi, ishtaha yo'qolishi, jabralar shikastlanishi. Bu eng xavfli. Agar zamburug' jabralarga tushsa, baliq nafas yetishmovchiligidan o'ladi. Zamburug' hech qanday sababsiz chiqmaydi. Asosiy sabablarni ko'rib chiqamiz. Past harorat, ammiak va nitrit ko'tarilishi, stress, jarohatlar va immunitet pasayishi. Zamburug' asosan baliqda ikkilamchi infeksiya sifatida paydo bo'ladi. Qanday davolash kerak? Zararlangan baliqni alohida idishga o'tkazing. Suv parametrlarini tekshiring, ya'ni ammiak, nitrit tekshirilganda 0 ga teng bo'lishi kerak. Haroratni biroz ko'tarish kerak, baliq turiga moslab. Davolovchi vositalarga metilin ko'ki, malaxit yashili, tuzli vanna, maxsus antifungal preparatlar. Og'ir holatlarda kompleks ravishda antibiotik va antifungal davolovchi vositalardan qo'llanish mumkin. Oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Toza suv, barqaror harorat, kuchli filtratsiya, stressni kamaytirish, yangi baliq qo'shishdan oldin albatta karantindan o'tkazish. Profilaktika eng yaxshi davo.